Voy, keldinglarmi bolalar? Assalomu alaykum Va oyijon. alaykum assalom. Voy, ovqatim pishganiga ancha bo'ldi. Sizlar bilan birga ovqatlanaman deb kutib o'tirgandim. Oyi, bizlar ovqatlandik. Qornimiz to'q. O'zingiz ovqat yeyavering. Ha, sizga ham bu narsalar olib keldik. Rahmat. Men ozgina charchadim. Keliningiz sizga yordam beradi. Men xonaga chiqib yotaman, xo'p? Yo'q, keliman boraversin. Men o'zim. Yo'q, oyijon. Siz ovqatlanib bo'lganingizdan keyin chiqaman. Xo'p. Siz ham bora qoling. Menga bering. Men o'zim. Boravering. Yordam Boravering. Yo'q, o'zim. Bo'pti. Yaxshi borib keling. Xo'p, o'zingni ehtiyot qil. Ha, aytgancha. Qaytishda senga nima olib kelay? Banan bilan shokolad. Mayli. Xo'p, jonim, xo'p. Mayli, yaxshi o'tir, xo'p? Tezroq keling, Xo'p. Ilohim, mendan sihatli xotirjamlikni bersin. Allohu akbar. Voy, oyijon qo'ying. Yo'q, men o'zim. Siz o'qishga bormaysizmi? Yo'q, bormoqchi emasman bugun. Dam olaman. O'qishdan qolishingiz yaxshi emas, qizim. Qani darrov kiyinib chiqingda o'qishga boring. Oyi, o'qib boy bo'larmidim, qo'yavering. Qizim, o'qisangiz bu o'zingizga kerak. Farzandlaringizga kerak bo'ladi kelajakda. Yaxshi joylarda ishlaysiz. Qo'ying. Aytdim-ku, darsdan qolmang. Xo'p, mayli. Diplomim bo'lsa-yu, daromadim bo'lmasa, o'qishda nima keragi bor? Diplom bo'lgandan keyin daromadingiz ham bo'ladi, xudo xolasa. Uyda o'tirmaysiz-ku? Ha? Noto'g'ri fikrlamang. Xudo xohlasa yaxshi joylarda ishlaysiz, sizni hurmat qilishadi. Men doim kelinimni o'qimishli bo'lishini xohlaganman. Bu ishlarni qo'ying. Men o'zim darrov kiyinib o'qishga boring. Bo'la qoling. Xo'p. Oyijon, Labi, nima o'qiyapsiz? Pirimqul Qodirovning Qora ko'zlar romani hamda erk hissasini. Juda ham yaxshi kitob. Choy ichasizmi? Damlab kelaymi? Yo'q, keragi yo'q. O'tiring. Siz ham kitob o'qishni yaxshi ko'rasizmi? Ha. Bu qanaqa kitob? Shamoil Mustafo. Yaxshimi? O'qisangiz bilasiz. Ko'rsam bo'ladimi? Ko'rsam emas, o'qisam bo'ladimi deb so'rang. Ha, ya. O'qisam maylimi? Albatta. O'qing. Men hozir kelaman.
shuncha varog'i ko'p. Voy. Qizim, Oyijon, uyg'otib yubordim shekilli. yo'q, mayli. Boring, xonangizga kirib uxlay qoling.